Bu soch bori bekorga to'kilib oqarib ketmagan. Endi shifo klinikasida nafaqat umurtqa pog'onasi disk grijalari, balki bo'g'im kasalliklari, ya'ni tizza, to'piq, yelka og'riqlari ham davolanadi. Negativchilar endi bunisiga nima deysizlar endi? Ekranlaringda ko'rinishi mumkin. Birinchi bemorimiz kelgan paytda 19-dekabr sanasida 2024-yilda bo'g'im xaltasini ichida, ya'ni bo'g'imning ichida 20 ml dan ortiq suyuqlik bo'lgan, ya'ni bo'g'imning shamollashi bo'lgan. Biz muolaja qilish davomida 27-dekabr sanasida, ya'ni 5-6 kun ichida qilganimizdan keyin bemorda 7-8 ml suv qoldi xolos. Ekranlaringda 3-rasmni ko'rinib turibdi. Lichinani oxirida bizda 20-yanvar sanasida umuman bo'g'imning xaltasi ichida suyuqlik qolmagan. Bemor oldin hassada yurgan bo'lsa, ana endi bemalol hech hassalar tashlab, oyoq bilan qo'rqmasdan bemalol o'zi yuryapti. Og'riqlari yo'qolgan. Bu videoda tizzasi og'rib, bo'g'imiga suv yig'ilgan tanishlaringizga yubordim.